O'rtoqlar, bu videoni maksimal tarqatib tashlanglar. Men просто shokdaman. Qaranglar, hammanglar ko'rdinglar. Men Instagramda mana bunaqa italyanskiy multiklar juda ham tez tarqalib ketdi, ko'p bo'lib ketdi hamma yoqda. Asosan pokoleniya alfa, ya'ni 2010-yildan kichkinalar bo'lganlar buni mazza qilib ko'rishyapti, kulishyapti, hazil-huzur bir-biriga jo'natishyapti. Lekin men bu videolarni ma'nosini ko'rib, ma'nosini o'qib, men jinni bo'lib qoldim, tomim ketib qoldi. Misol uchun mana videoni Trallallero, trallallà, porco Dio e porco Allah, ero con il mio fot... Mana men sizlarga mana bu yerda anaqasini qoldiraman. Переводini men buni даже gapirishga ham tilim ojiz. Bu yerda dinni, Allohni yomonlayapti bular. Xo'p, keyingisi bu videoni ham ko'rgansizlar, ana Bombardiro Crocodilo deyapti. Men videoni qo'yaman, ko'ringlar ozgina. Bombardiro Crocodilo, un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Qaranglar, bu videoda bu aytyapti. Bombardier, ya'ni bomba tashuvchi krokodil Gaza bilan Palestinada bolalarning ustiga bomba tashlab ularni o'ldiryapti va u Allohga ishonmaydi deyapti. Ko'ryapsizlarmi, nimani ko'ryapmiz biz? Nimani bolalar ko'rishyapti, nimani tarqatishyapti? Shu narsani tushunib olaylik. Tez bu videoni tarqatib tashlanglar. Bundan o'ylanib qoldim-da. Bu narsalarni yaratgan, tarqatayotgan odamlar kimiki, bular qaysi darajada shunaqangi qilyaptiki, video kontent orqali bu yoqdagilarning miyasini zaharlayotgan, ya'ni shuni bildirmasdan miyasiga tiqib yuboryapti bu informatsiyani.